Sahne faoliyatiga aylantirilgan inqilob. Abdurahimjon Abdurashid. 3-bab. Yevropa va G'arb davlatlarida Uyg'urlarning ko'payishiga sabab bo'lgan ichki va tashqi omillar. İnsanlar hayotida makon tutib, o'ltiraqlashib yashash qanchalik muhim bo'lgan bo'lsa, o'zlari yoqtirmagan, yashayolmagan joylardan ko'chib yiroqlarga, hatto yot ellargacha ketishmi shu qadar muhim va insoniy turmushning voz kechilmas, inkor qilinmas bir qismidir. İnsanlarning ommaviy tariqida ana makonlardan ko'chishi, aniq aytganda millat aholisining ommaviy tariqida o'z vatanidan ko'chib yiroqlarga, yot elning tuproqlariga berib, o'rlashib yashab qolishi, yot ellarga singib yo'qolishi yoki yot ellarda yiltiz tortib ko'klab qad ko'tarishi, shuningdek g'olib urunga o'tib vatan egisi, huquq egisi bo'lib qolishi tamoman mumkinchilik ahvollardandir. Ma'lum bir millat aholisining ommaviy ko'chishi qadimgi zamonlardan to kunimizgacha davomlashib kelayotgan shakl vosita jihatda yoki undoq yoki mundoq farqi egidek bo'lsa-mu, lekin mohiyatda asosan farqlantirgudak alohidlik yo'q. İnsanlarning yoki ma'lum bir millat aholisining ommaviy shaklda ko'chishida tuvandagidek 4 turli sabab halqiliq rol o'ynaydi. Birinchi, tabiiy ofat, qurg'oqchilik, kalkun ofati, ocharchilik qatorliq ofatlarning ustidan tadbir qo'llanishga imkoniyat bo'lmaganda u joydagi insonlar boshqa bir makonlarga ommaviy ko'chishga majbur bo'ladi. Ikkinchi, zulm, zolim, diktatorlarning xalq ustidan yurgizgan rahimsizligi, bosmichi, mustamlikachi dushmanlarning zulmi qatorliq ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, diniy va irqiy zulmlarga taqobil turishga qarshi harakat qilishga imkoniyati bo'lmagan ahvolda zulmga uchragan xalq ommaviy ko'chib, xotirjam hayot izlashga majburlanadi. Uchinchi, uzun so'zilgan urush ofati. Mayli ichki urush bo'lsin, mayli tashqi urush bo'lsin, ma'lum bir davlat va rayonda yillab davomlashib ketadigan urushlarmi xalqining urushsiz joylarga panohlik izlab ommaviy ko'chib ketishini keltirib chiqaradi. To'rtinchi, yaxshi kun kechirish orzusi, jafo mushaqqatsiz rohat yashash, oz mehnat singdirib ko'p manfaatga erishish har qanday aql egisi neri turadigan sesq narsa emas. Shunga namratchilik, qattiqchilik, qaloq, qashshoqlik, mehnatchilik qaplab ketgan yurt va rayonlardan yaxshi kun ko'radigan joylarga insonlar ommaviy shaklda ko'chib ketishni orzu qiladi, ham imkon yor bergancha yo'tkilib ketadi. Uyg'urlarning yuqoridagi sabab va omillar tufayli Urxun vodisidan Anadolugacha, Charchandan Balqash sohili va Oltin Ordugacha bo'lgan keng tuproqlarni makon tutib yashagan. Uyg'urlar bu bepoyon makonlarda gohida urushda yengilganda chekinib, gohida urushda g'alaba qilganda kengayib, besib kirib, mangu inkor qilinmas izlarni qoldirgan. Tariximizdagi bebaho, sharafli izlarimizga bu temada qarab chiqolmaymiz. Aksicha biz tarixda qolgudak biror iz chiqara olaymizmi? Yoki ko'chib borgan yerimizda istitaksiz tuzib ketimizmi degan mazmunni ko'rdab yaqinqi zamon g'arbga ko'chish jarayonimizga qarab boqaylik. Ommaviy ko'chishdagi ichki tashqi omil sabablarini nazarga olganda, keyingi 25 yildan buyon Uyg'urlarning g'arb davlatlariga ko'chib kelishida tashqi omil Xitoyning dahshatlik va sanab tugatkisiz zulm sistemlari bo'lsa, ichki omil tariqasida Yevropadagi, ya'ni g'arbdagi afzal sharoitdan foydalanib, Xitoyga qarshi siyosiy ittifoqdosh to'plash, yordamchi kuch to'plash, shuningdek yondosh, yaxshi kun ko'rishdan iborat butunlay shaxsiy niyatni turtkilik rol o'ynagan. Uningdan boshqa yana oldingi bablarda bayon qilganimizdek, O'rta Osiyo va Qozog'istondagi vatan qutqarish harakatlari yemirilgachga, bütün arzu umidlar demokratik g'arb ellariga bog'lanib qolishmi Uyg'urlarning g'arbga ko'chishida muhim rol o'ynagan. Shuningdek, O'rta Osiyo va Qozog'iston davlatlarida Shanxay Beshligi ittifoqining bijirgan muhim xizmatlaridan biri
Bu davlatlarda pasportsiz, iqomatsiz jon saqlab yurgan Uyg'urlarni tutib, Xitoyga o'tkazib berishdan iborat taqobil turg'usiz bir balo qazo hukm surgan bo'lg'achqa, vaqtliq jon saqlab turish uchun Yevropa ellariga yurish qilishmi birdan bir chora bo'lib qolgan edi. Bo'libmi 1997-yil 5-fevral G'ulji qirg'inchiligidan keyingi vatan ichi va O'rta Osiyo, Qozog'iston miqyosida Uyg'ur yoshlarini ommaviy urkitish, Uyg'ur yoshlarining Yevropa safarini ommaviylashtirdi va tezlashtirdi. Uningga yondosh Germaniya Myunxen shahridagi yangi qurilgan Sharq Turkiston tashkilotlarining sirtqi yetkazadigan tashviqotlaridagi jonlantirishlarmi bu yoqlarga ko'chishga har tarafdan qiziqtiradi. 5-fevral G'ulji qirg'inchiligidan keyin urkitilgan qancha 10 minglagan Uyg'ur yoshlaridan vatan sirtiga chiqadiganlarning mutlaq ko'pinchisi Yevropaga, ya'ni Germaniya, Gollandiya, Shvetsiya, Norvegiya, Shveysariya qatorliq davlatlarga kelib siyosiy panohlik tilashga bel bog'ladi. Shu yillardagi Turkiya hukumatida hukm surgan Xitoyparastlik, ommaviy ishsizlik, nufussizlik, ürkütülüş sebepler tüpeyli Türkiye'de minglagan Uyg'ur yoshlari Yevropaga ko'chishni tanlab oldi. Uyg'urlarning Yevropaga ko'chishdagi niyat, maqsad va nishonlarining qanday bo'lishidan qat'iy nazar, turib qolishning usuli faqat siyosiy panohlik tilash bo'lganligi uchun ham siyosiy panohlik iltimoslari bilib bo'lmas yushurin bir sabablar bilan rad qilinib, uzun yillab umid kutib saqlashga majburlanganligi uchun tashkillanishga, tashkilotlarga a'zo bo'lib namoyishga chiqishga Xitoy elchixonasi oldida vaqirab, g'azab bilan rasmga tushib, endi vatanga qaytarsa Xitoy meni og'ir jazolaydi deb pakt ko'rsatishga majburlanadi. Lekin yuqorqidek bir talay ehtiyojlar tashkilotlarimizning tashviqot materiallarida boshqacha e'lon qilingan siri Iroqdagilarning Yevropaga havisini qo'zg'ab, ham vatan ozod qiladigan haqiqiy kuch Yevropada ekan degandek yushurun amaliyat va oshkora hayajon turkisida vatanni qutqizadigan kuch Yevropada degan ishonch aqida hammamizga singib ketdi. Yevropa hayotimiz yil atlagan siri boshqa joylardagi qarindoshlarimizdan rost gapni yushirdigan, o'zimizcha tugmini tugidak qilib ko'rsatishga tirishilgan bo'lib qolgan edik. Natijada o'zimizning siyosiy tirishchanligimiz, til bilmagachga yerlik siyosatdan xabarsiz bo'lganligimiz sababdan to'liq jasorat bilan vatanni ozod qiladigan tashkilotning markazi, ya'ni xalqaro Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayini Myunxen shahriga yo'tkab akilib oldik. Akilib emas, balki hech kimga, hech yerga bermaymiz davolgan bo'lib qoldik. Dunyoning har tarafidan keladigan millatchilar, tashkilot vakillari o'zlarining armonlarini, talablarini so'zlab yoki yozma shaklda topshirib qo'yib, yeniklab qaytib ketadi. Aradan 5 yil o'tib, tashkilotning nomida, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultayi, rahbarlik qurilmasida olib tekin cho'ng o'zgarishlar bo'ldi. Buning bilan yiroqlarda suslashib qolayotgan umidlarga qayta madad berilib, mugdab qolgan sabiylar cho'chib ketgandek bir silkinish bo'ldi. Mushu bir qator ichki jihatda o'z o'qida aylanish, tashqi ko'rinishda 10 qatlab ilgirlashlarmi Uyg'urlarning Yevropaga ko'chish qizg'inligini oshirgan edi. Uyg'urlarning ommaviy yoki turkumlab ko'chish davri asosan 1997-yildan 2009-yillargacha 12 yil davomlashdi. Mushu 12 yil ichida 5000 atrofida Uyg'ur yoshlari Yevropa davlatlariga urilishib, muqim hayotga ega bo'lishdi. Mayli Yevropaga kelishdan ilgari vatan, millatni haqiqiy so'yganlar bo'lsin, yoki Yevropaga kelgandan keyin o'yg'inib sabq qitilganlar bo'lsin. Ularning mutlaq ko'pinchisidan millatga ziyonkashlik qilish ahvoli ko'rilmadi. Shuningdek, Xitoyga yushurin naf yetkazganlar bo'lgan taqdirdami, lekin asli qiyofatlarini ochiq oshkor ko'rsatilmaydi. Ham o'zlarining Xitoy bilan bir saf ekanligini va Xitoy bilan iqtisodiy, tashkiliy munosabat ekanligini e'tirof qila olmaydi. Chunki butun Yevropa miqyosidagi Uyg'urlar, ya'ni o'quvchilik munosabati bilan turib qolganlardan boshqalarning hammasi Xitoyga qarshi siyosiy panohlik tilaganlar bo'lg'achqa, bizdan ochiq oshkori sap ayirib Xitoyga qo'shilib ketish mumkinchiligi yo'q. Ochiqroq aytganda, Yevropa davlatlari inqilobiy, siyosiy va iqtisodiy jihatdan
sirtda turib o'ylab olgandek, g'oya qilib belgilab olgandek favqulodda cho'ng bir ilgirlashga fursat bermasimi? Lekin kundalik hayot ritmi tushadigan, kishilik turmush mo'tadil holatda o'tadigan, ortiq parakandchilik, hukumatdan qo'rqish, jamiyatdan urkish qatorliq salbiy ahvollar yuz bermaydigan kapolatlik joydir. Bizdek vatanini azod qilish yo'lida kurash qiladigan millat uchun odam soni hozirgidek 5000 emas, balki 500 ming, hatto milliondan oshib ketsa edi, haqiqatan cho'ng ishlar vujudga chiqariladi. Agar butun Yevropada 500 ming Uyg'ur bo'lgan taqdirda 100 dan birsi vatan qutqizish fondiga oyda 10 euro topshirsa, eg'i to'planadigan 50 ming euro bilan nimalarni qilayotgan bo'ladi? Ajnabilarning, ya'ni NED vaqfining yiliga beradigan 200 ming dollar yordam puli badliga tilimizni so'zlamas, ko'zimizni ko'rmas, hissiyotimizni sezmas holga keltiradi. Mushu yerda qisqa bir misol keltirishni zarur deb qaradim. Germaniyaning o'zida 3 million atrofida rasmiy angelingan Turkiyalik bo'lib, uning yarmidan ko'pragi kurd ekan. O'ttir hisob bilan 1 million 500 ming kurd xalqining 3dan biri PKK, ya'ni Partiya Kurdiston Karkaran, ya'ni Kurdiston Emgakchilar Partiyasi tashkilotiga ixtiyoriy yoki majburiy oyda o'ttir hisob bilan kishi beshiga 50 euro a'zolik badal puli topshirdi ekan. Shundaq bo'lganda PKK xazinasiga oyda 25 million euro yig'iladi degan gap. Shunga ularning chet eldagi harakati cheklansimi, ajnabilarning xajlik berishiga hojatman bo'lmag'achqa tashkiloti nimani qaror qilsa shu ijro qilinib kelyapti. Turkiya hukumatı ularning bir partiyasini cheklab parlamentdan qo'g'lab chiqarsa, uzun o'tmay yana bir partiyasini qurib parlamentga millat vakili kirgizib, butun bir davlatni siyosiy jihatdan parakanda qilalayotdi. Ularning butun Yevropadan to'playdigan a'zolik badal puli oyda qancha 100 milliondan oshib ketadi. Temaga munosabatsiz bo'lsa-mu, yezi kelganda ochiq bir reallikni qo'shib qo'yg'im keldi. 2009-yili 5-iyul Xitoy ijro qilgan Urumchi qirg'inligidan keyin butun Uyg'uriston miqyosida Uyg'ur yoshlarini yana bir qatam qattiq urkitish siyosati yurgizildi. Shu sababli 2016-yili avgustgacha chet elga urkib chiqqan Uyg'urning soni taxminan 30 mingdan oshib ketgan. Lekin shu 7 yillik ko'chish jarayonida Aşu 7 yıllık ko'chish jarayonida butun Yevropa qit'asiga kelgan Uyg'urning soni 100 odamga yetmaydi ekan. Undaqda ular nega ketdi? Aslida bu qatim urkitilgan Uyg'urlar chet elga emas, balki jannatga urkitilgan ekan. Yashash uchun emas, bir pay o'q bilan jafo tatmayli jannatga udul ketadigan yerga yo'lga selingan ahli jannatlar ekan. Ularga Xitoyning rahmi kelib, dunyoda ortiq mushaqqat chekib yurmay, baldıroq jannatga kirib ketinglar deb, hatto o'lsa namozni tushiradigan imom ma'zillarni birga qo'shib, yerim yo'lda yoltib qolmaslik uchun, fosiqlashib boshqa taraflarga ketib qolmaslik uchun tabliq qilib, iymonini kuchlantirib turadigan tabliqchi mollalarni birga yo'lga solgan ekan. Orqada qolgan xotin bolalarga tortishib qaytib kelmasin deb, qatbo'y xotinlarni quchoqdagi bolalarni birga yo'lga solib qo'ygan ekan. Shunga ular partiyaning shafqatiga hashqalla etish yuzasidan udul Karbala tarafga ketib qolgan gap. 2016-yili 24-avgust Suriya ichida Turkiya boshlagan Fırat qalqan harbiy harakati sababli chegarani taqagandan keyin jannatga boradigan yo'lning qayta ochilishini kutib, Turkiyada och zerin o'tayotgan minglarcha Uyg'urning borligi yana bir ochiq realligimizdir. Xulos qilib aytganda, Uyg'urlarning Germaniyaga, jumladan Yevropaga va g'arb ellariga ko'chish makalish jarayoni yuqorida bayon qilingandek bo'lib, lekin sirtqa anglagan shavqini qaraganda dardimizga darmon bo'la oladigan yerda emas. Davomi bor.